Xormanglar, aka. Salomat bo'ling, xush kelibsiz. Endi bizga ham bitta uylar kerak edi, uylar qurayotgan ekansizlar. Qanaqa bo'lyapti ular endi? Aynan bizda futbolistlar uchun zo'r taklif bor. Ha, unda mana buni bitta ushlab turing, proyektinglarni bitta ko'raychi. Ko'rib turganingiz yangi ishongular loyihamiz A blokimizga bitgan egalariga topshirib yubordi. Bu yoq taraf B blok, birinchi etaj qurilyapti, progress holatida. Yaxshi. Endi bu blokka narxlar qanaqa bo'lyapti? Boya aytdim, zo'r taklifim bor deb. 87 kvadrat metr, boshlang'ich to'lov 15 ming to'laysiz, 36 oy $900 tushadi. Qarang, boshiga 15 ming berdim, $900 oylik to'lar ekanman. Buni shu 2 yil, 2,5 yil ichida narx-navoz ko'tariladimi sotib olmoqchi bo'lsam? Albatta ko'tariladi. Unda yaxshi. Ketdi unda men shartnoma beraman sizga.